Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum azizlar. Butun O'zbekiston ahli, xosatan Jizzax ahliga mana Qahramon akam bilan diydorlashdik Ka'ba-i Sharifda. Alloh taborak va taologa behisob shukr, mana akam 8-oyda yo'lga chiqqan. Mana hozir Xudo xohlasa 9-oy tugash arafasida mana. Alhamdulillah. Ka'bada mana salkam 10 kundirki Ka'bada maza qilib rohatda ibodatda yuribdilar. Piyoda O'zbekistondan to shu manzilga qadar yo'l yurib, avval Bokudan yana qaytib piyoda yurib 550 kilometrlab, 600 kilometrlab piyoda yurgan holatda Alloh taborak va taolo behisob shukr. Safar mashaqqat, haj mashaqqat bekorga aytilmagan albatta bu. Qahramon aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana dunyo ko'rdingiz, ko'p davlatlarni ko'rdingiz. Sizdagi taassurotlar, sizdagi hissiyotlar bu yo'lni yurmagan, bu mashaqqatni ko'rmagan odam uchun juda boshqacha kayfiyatda. Avvalo Alloh taborak va taolo qabul qilsin. Gunohlarga kafforat bo'lib, yaxshiliklarga vasila bo'lsin. Inshaalloh sizni ko'rib turgan butun O'zbekiston ahli, xosatan Jizzax ahli, mana Sharof Rashidov tumaniga qo'shni hududda istiqomatda turar ekansiz. Qolaversa G'alloroldagi, Obizdagi qancha yaqinlar, asli joyingiz o'sha qishloqdan ekan. Alloh taborak va taolo o'sha xalqlarni sizga nazar tashlab turgan nigohlarini shu Baytullohga yetkazsin, Rasulullohni huzurlariga ziyoratga yetkazsin. Aka, mana shu joyda Alloh taolo bilan go'zal holatda qurbat hosil qilib yurishlaringizni Alloh taolo qiyomat kuni foydangizga hujjat qilsin. Ilohim Alloh taborak va taolo qiyomat kunida umra qilgan, haj qilgan mu'minlarni safida tiriltirib Rasululloh bilan yonma-yon qo'yib qo'ysin ilohim. Zurriyotlaringizdan sizdan-da himmatli, shijoatli, ibodatga muhabbatli, solih va solihalar ko'paysin. Inshaalloh yurtni haqqiga qolaversa, agar lozim topsangiz, biza ham haqqimizga bir duo bering aka. Amin. Bismillah. Alhamdulillahillazi atamana va saqana va ja'alana minal muslimin. La ilaha illalloh va asayish Muhammad Rasulullohga kushayish. Allohim ishlaringizga fayz va barakat bersin. Nimaiki tilagan niyatlaringiz bo'lsa ro'yobga amalga oshsin. Allohim hamisha o'z panohida asrab ishlaringizga rivoj bersin. Allohu akbar. Al-Saray jamoasidan sizga tashakkurlar bildiramiz. Xudo rozi bo'lsin. Xudo xohlasa inshaalloh agar mabodo yangi oktyabr, noyabr oyida safarlarimiz bor. Mabodo yana ko'rishib qolarmiz balkim Alloh taoloning qadari bilan. Hali yana keladigan niyatlarim bor. Amin, amin. Alloh taolo rozi bo'lsin ovajon. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Baraka toping. Duolarni istab turing. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xudo rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. O'zbekiston ahliga salom yo'llashingiz mumkin, marhamat. TikTok'larga O'zbekiston ahliga salom yo'llayman. Ilohim hammaga nasib aylasin. Amin. Ziyorat. Amin. Men ham mana peshkom piyoda kelib, poputni mashinalarga ham minib inshaalloh mana yetib keldim. Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, shuncha mashaqqatim zoya ketmadi. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursandman kelib. Allohning huzurida ziyorat qilish baribir boshqacha. Amin, amin. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin, ovajon, rahmat. Katta rahmat. Diydorlashamiz, Xudo xolasa. Nasib. Xo'p, assalomu alaykum.